Assalomu alaykum ahli YouTube. Mana keyingi ishimiz ham xudo xolisa bitib qoldi. Ko'p video qo'ya olmaganimizni hisobiga mana shunaqa ishlarimiz hali bitgan yo'q. O'sha bitsa keyin olamiz deb. Svetlarni qo'ydilarmi? Aka? Svetni yaqin tut. Ikkovini ham yoqib qo'ying. Podsvetka ham qo'ydilar, ha? Mana burchaklari. Bu dorozaxonamizcha perikoslik va bu tomonda iloji yo'q, bu tomonda perikoslik, bu tomonga chiqarib yubordi. Bu eski tomonlarni ham o'zimiz qilganmiz. Mana eski tomonlarni ham qilib bergandik. Endi yangi tomonlariga kelib qilib ketyapmiz. Mana eski tomonlarni. Hozir u tepasiga shapkani moslab, chiroyli qilib qo'yamiz. Turbalarni moslab. Ko'rib baho beraverasizlar. Hech qo'ymagan o'tiradi yaraga. Bu telefonda faqat bunaqa yonib turadi xolos. Bu o'zi shunday turadi. Bu telefonda endi shunday ko'rinyapti. Bu telefonda shunday turadi. Bu podsvetkalarimiz. Kimga shunaqa tunikafon xizmatlariga kerak bo'lsa, bexijolat telefon qilasizlar. Sizlar bilan usta sherxon.